Assalomu alaykum, kanalimiz a'zolari. Navbatdagi kattalar uchun temir qafasimiz tayyor bo'ldi. Obzorni ko'rsatib o'tamiz. Qafasimiz mana ko'rinishlari cho'qqi rangga ajratilgan, shokolad svetda bo'lgan. Juda ham chiroyli holatda yonib turibdi qafasimiz. Zakazga teriladi qafasimizni. Ichida 15 dona gnizdolari mavjud va bir dona parlashxonalari bor. Shiprosta stiklavatlar har doimgidek qo'yganmiz. Svit montajlarigacha qildik qafasimizni. Razmerlarga keladigan bo'lsa, qafasimiz balandligi 2.30, uzun tomoni esa 1.20 cm, yon tomoni esa eni 1.10 cm ga ajratilgan. Qafasimiz mana juda ham chiroyli holatda, ranglari cho'qqi shokoladga ajratilganmiz. Orqa tomonlarigacha kraska berib, qo'lda ishlov berganmiz. Tomlariga ham bitta baho berib turasizlar. Qafasimiz juda ham ideal holatda chiqdi. Xudo xolasa egalariga ham juda ham manzur bo'ldi, juda ham xursand bo'ldilar. Xudo xolasa endi qafasimizni Namangandan Qo'qon shahriga dostavka qilib yo'lga chiqamiz. Kimga shunday xizmatlarimiz kerak bo'lsa, pastda nomerlarimizni qoldiramiz. Bizni kuzatib boring deb qolamiz. Rahmat hammaga.